Unda bilmadim lekin nimani siqaman bir rasm menga g'alati ko'rinyapti. Yo, to'g'ri ekan. To'g'ri ekan, ketdik. Anomaliya yo'q. Anomaliya bor qayerdadir, ha? Qoldami deya. Nimada anomaliya borligini bizga aytmaydimi mabodo? Mabodo aytmaydimi? Qaytib borsam-a? Yo'q, qaytib bora olmayapman. Yana 6-etajdamiz. Yana 6-etajdamiz. Bir xilmi 6-etaj boyagi bilan yoki nimadir o'zgararmikan har safar? Men xolodilnik kaltaroqdek bo'lib ko'rinyapti, menga tuyulib boshlayini bilmam yana. Qo'yim shunaqa edi-ku. Yana bir 6-etajda hech narsa topa olmadim. Hozir 5-etajga keldim boshqatdan. Boshqatdan yana shu 5-etajga keldim. Bilmam, ular qayerdan anomaliya topa olmayapman. Mana shunaqa bir ko'rinayotgan anomaliya bo'lmasa, sal ojiz bo'lib qolyapman lekin anomaliyalar topishga. To'pa yo'q, qayerdadir lekin bor. O'yinda nazarda endi. Har kirganda svet o'ynayapti. Aksim joyda. Mana. Bularga boya e'tibor berdim. Bundan lekin anomaliya bo'lishi mumkin emas. Konditsioner emas, tinch. Shaxmat stol, rasm, ko'k bokal, Fransiya, gul, manzara, ovqat yetgan odam ovqat yeyapti. Bu yerdan bas tinch. Rasmlarim joyida. Bu yer ham emas joyida lekin. Oshxonada ham. Ofisda-chi? Ofisda men bu nimadir xatomikan ofisda yoki 6-etajdaman yana. Bitta anomaliya topdim adashmasamda. Idish sinib yotuvdi, men bu yozuvdi ham. Geritdan deyapti, bajar oxirgacha deyapti. Oxirgacha bajar deyapti. Bitta shu singan tuvak bo'lsa kerak-da, shunday ekan yaxshi. Yana 7-etajga keldim. Mana birinchi anomaliyamiz. Yana bir marta tuvak bilan berdi, rahmat. Rahmat senga katta o'yin. Mana kichkina kreslocha joyida, aksimizda hech kim yo'q. Konditsioner, shaxmat, fotoapparat, ko'k bokal, rasmlarim o'zining o'rnida. Bular ham emas o'zining joyida, xolodilnikda. Qalaysan? Yaxshimisan ukam? Yo'qolasan endi. Bo'l, bir marta. Hayajonlanib ketma ukam, men gul bormi deyman, bu yerda ko'zlar ko'ryapman endi. Okay. Roblox Doors. Shunaqa bir eslatib bordi menga. Geritdan yaxshi, soat yaxshimidi?